Har doim katta ko'zlarda makiyaj qilasiz, nima kichkina ko'zlarni bo'yolmaysizmi deganlar uchun talablariga binoan. Birinchi bo'lib doimgidek qoshlarni tarab olamiz. Bugun ko'zlarni murakkab texnika bilan bo'yab olmoqchiman, shuning uchun bizga plotniy konsiler kerak bo'ladi. Men plotniy asoslarni sponj orqali yotqizib olaman. Sen yaxshi tushavat bo'lishi uchun konsilerni yaxshilab pokrivat qilish shart. Maxsus pomadkada tonkiy liniya chizib olamiz. Узкий kist yordamida yengil rastashovka qilib olamiz. Ichki qismini esa mat effekt bilan to'ldirib olamiz. Glitterlarni maxsus kley orqali qotirib olamiz. Aytib o'tmoqchimanki, bu texnika uchun yirik glitterlar to'g'ri kelmaydi. Shu joyida ozodaligim tutib, ko'z ostini tozalab oldim. Kiprik osti va ustki qismlardan strelkalarni chizib olib, konsiler orqali ularni yana ham ajratib olamiz. Ahamiyat berdinglarmi qizlar? Bu yerda hech qanday qovoq ko'taruvchi lentalar ishlatmadim. Bu shunchaki professional texnikalar edi. Bu holatga yana bir marta e'tibor beramiz va solishtirib ko'ramiz. Truffle lies, now I'm screaming at the void where you type in size. Unfollow my pain, double tap the blame. You upgraded hearts but forgot.